Assalomu alaykum, bizdan kuzatib turgan barchaga. Bugun 2026-yil 9-iyul sanasi, xudo xolasa payvandlarimizning natijalarini ko'rsatishni boshladik. Inshaalloh bu navimiz Arra 36. Bu navimiz qizil kishmish urug'siz nav hisoblanadi. Inshaalloh bu Amerika kishmish navi. Bu dunyoda o'zini o'rnini topa olgan, barmoq bilan sanoqli davlatlarda yetishtiriladigan uzum navi hisoblanadi. Bu uzum navimiz qizil urug'siz nav mavsumning o'rta kech vaqtida pishadi inshaalloh. Hosildorligi men o'ylaymanki juda yuqori, chunki daji bachkilaridan chiqqan joylariga ham hosil berib, nima qilib tashlayapti. Solib va juda ko'p mana bu shoxlaridan chiqqan hosillarni olib tashlashga majbur bo'ldim. Hozircha navni tasdiqlash uchun mana shu boshni ushlab turibman. Bu navimiz o'rtacha 20-22 briks shira to'plash imkoniyatiga ega deb bu navni chiqargan insonlar tomonidan belgilab qo'yilgan. Xudo xolasa endi bu yurtimizdagi, balkim bo'lishi mumkin O'rta Osiyodagi yangi bir nav. Xudo xolasa buni yillar davomida kuzatib, natijalarini ko'rib, obzor qilib, inshaalloh sizlarga buni ko'rsatib o'tamiz. Bu navimizning yana bitta ustunlik tarafi bu yomg'irga chidamli nav hisoblanadi. Inshaalloh saqlash uchun ham yaxshi deb ko'rsatilgan. Endi har qanday regionga qarab navni o'ziga yarasha plyus minuslari aniq bo'ladi. Xudo xolasa buni endi yil davomida kuzatib, ko'rib, keyin javoblarni sizlarga aytamiz. Inshaalloh mana navimiz uzunchoq, donlari mana shu holatda uzunchoq bo'lib turibdi. Mana bu yerni men oldindan kesib qo'yganman. Endi bizda operator yo'q, o'zim operator, o'zim boshlovchi. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatish uchun mana hozircha 100% kishmish. Mana shu holatda urug'i yo'q. Inshaalloh bu mavsum o'rtalarida pishishni boshlasa yana bitta obzor qilib ko'rsataman. Uzumimizni, payvandimizni mana shu umumiy holati. Buni men vazasimon qilib shakllantirganman mana shu holatda, chunki bu holatda novda yaxshi olsa bo'ladi. Bundan novda olish maqsadida shu holatda shakllantirilgan. Bu navimizni mana bu holatda shakllantirishimiz ko'proq va yaxshiroq sifatli novdalar berishiga yordam beradi. Mana shu holatda. Bu holatda mana shunday